Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga mana bunday qora tovuqlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday Andijondagi qora tovuqlar, katta tovuqlar. Nadigilar 2,5 oy bo'lib qolishdi. 70 kun atrofidagi jo'jalar mashlar tuxumdan chiqqani 70 kun bo'lib qoldi. Adashmasam. Mana bu 3 ta g'oz chiqarganimiz katta tuxumdagi tovuqlar. Ular tuxum tug'ishadigan tovuq. Tuxumi bor bularda. Manaqa yovvoyi qushlarni haydash kerak. Kasallik olib keladi bo'lmasa ular. Mana bu yerda bitta xo'roz hamda bitta yapon bo'lishi kerak, adashmasam. Kichkina yana bitta tovuqcha bor. Shular sotiladi. 75 ming so'm, 75 ming so'm, 150 ming so'mga ikkovi sotiladi. Mana bu hamda mana bu tuxumda. Mana bular kichkina jo'jalar. Adashmasam yanvar oyini o'rtalarida tuxumdan chiqqan. Hozir mart oyini o'rtalarida turibmiz. Yanvar, fevral bo'lsin, fevral, mart. 2 oydan sal oshib qoldi, adashmasam. 70 kunlik bo'lib qolgan. Bular zotli jo'jalar, bizdan boshqa viloyatdan olib kelganmiz. Yana boshqa jo'jalar ham bor, ularni hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, bular mana bunaqa bug'doyga o'tishib olgan hozir. Kilosi 5 ming so'mdan biz tomonda. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu bitta, mana bitta. Shu ikkala katta tovuqlar mana. Bular nima? Tuxumda hozir. Mod tulayapti, shu tulayotgan tug'may qo'ydi, adashmayotgan bo'lsa. Mana shu kunlarda tuxum ozayib qo'ygan. Mana UFC boshlandi. Mana. Nariyada bitta xo'rozimiz ham yotibdi. Bitta makyonga o'xshagan narsa bilan yana bitta katta tovuqimiz ham bor, tuxumdagi tovuqimiz. Ular mana shu 2 oylikdan sal oshib qolgan nimalar, jo'jalar. Nariyada yana 1 oylik jo'jamiz ham bor. Bu ham qora tovuqda jo'jasi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bular nima yeyapti, necha pul yeyapti, necha pul foyda keltiryapti, necha pul ziyon keltiryapti, hammasini aytib yoritib boramiz, xudo xohlasa.